Hop, qisqa video отчет. Mana shu baliqlarni kasal bo'lib davolagani haqida video qo'ygandim. 9-yanvar kuni baliqlar kasal bo'lib, sutkada baliqlar tuzalib ketuvdi. Xudo xolasa bugun 27-yanvar. 27-yanvar. Mana baliqlar holat hammasi yaxshi. Baliqlarni o'zi soni ko'paydi, ozgina kamaytirdim. O'z shuni ham yo katangalarni bu yerdan olib tashlash kerakki, frantozalarni bu yerdan olib tashlash kerak. Xo'p, sababi 100% aniq bo'ldi. Ovqatdan bo'lgan mana shu granulali nosvoyga o'xshagan ovqat. Sababi shu bo'lgan, faqat ko'p berib yuborilgan. Bu ovqat yomon demayapman, shunchaki ko'p berib yuborilgan. Buni ham bitta sababi bor, ko'p berilishini. Balonni soni juda ko'p edi, esingizda bo'lsa, katangalarni to'laydi. Oila qilishga, ajratishga, garmondan chiqarishga solib qo'yilgan baliqlar bo'lgan. O'shani hisobiga juda ko'p edi. Hop, shu holatda ham ko'p etganimni ham mamlani ham kamaytirish kerak. Ko'p ovqat berilgan, ovqatni o'zi kuchli bo'lganlik hisobiga suvda nitrat miqdori kuchayib ketgan. Bu shilimshiqlar, ko'ziga parda tushishlar, baliq tez qichinishlar, suv eskirib qoldi degani, suvni almashtirish kerak degani. O'sha kuni aytdim, 4 kunmi, 3 kunda oldin suv almashgan bo'lgan, lekin shu ovqatdan 2 qoshiq berganimdan, osh qoshiq berganimdan keyin ertalabga mana shunaqa holat bo'lgan. Bu degani ovqat juda ham kuchli, kamroq berish kerak degani. Shu o'zimizdagi xulosa bo'ldi. Bu yangi ovqat edi. Bu ovqatdan hech ham bermasdim hali. Birinchi marta olib beryotgandim. Boshida o'zi bunaqa porsiyada beryotgandim, to'g'riroq 2 qoshiqdan. Hammasi yaxshi edi. Bilmadim nimaga, balki o'sha organizmi ko'tara olmagandir bu yog'iga. Baliqlarni o'sha immuniteti pasaygami, boshqa qo'yganmi, chiqib kelgan. Mana katangamizni sopqa-sog' samkalarni chaqiryapti. Yana mana chetga kelaylik ishlaymiz deb. Hammasi sog'. Katangalarni kamaytirganman, 15 tasini deyarli olib tashladim. Betga oila qilib, bitta samet 4 ta samka qilib ajratib tashladim. Shunda ham baliqning soni ko'p. Baliqlar sog'lom, hammasi yaxshi. Ovqat yaxshi ekan, lekin mana shunaqa bitta dona, ikkita dona granulasi 10 cm, 12 cmlik baliqga mana 1-2 ta, 3 ta donasi yetarli. Tushuntira oldimmi? 10 ta baliqga mana 30 tasini qo'ysanglar, hech qancha bo'lmaydi. Men endi qoshuqlar berganimga tasavvur qilinglar. Har bittasiga bir 10 tadanmi to'g'ri kelganda, где-то shunaqa bo'lib kelyapti. Shu mana xudo xolasa bu yoqqa ham ko'chirganman. Bitta samet 4 ta samka qilib, o'zi bu yerda sametlar ham bor edi mana. Juda ham go'zal sametlar, ranglari endi mana chiqib kelyapti bularni. Katangalar ko'plarda ishlamaydi deydi. Xavotir olmanglar, bular katta bo'lganda ishlaydi. Yosh bo'lganda ishlamaydi. Razmer katta bo'lishi kerak.